Bu videoda sizlarni qo'rqitib, dokument yo'qlar mana bo'lar ekan, 2026-yil mana bo'lar ekan deb sizlarni qo'rqitish niyatim yo'q. Bugun sizlarga bir yaxshi informatsiya bermoqchiman. Agarda siz O'zbekistondan Rossiya davlatiga kelib ishlamoqchi yoki dam olgani yoki qanaqadir o'z shaxsiy ishlaringiz bilan yoki qarindoshlaringizni oldiga kelmoqchi bo'lsangiz, bu eslatma akalar. Bu 90-365 qonuni o'zi chiqqan edi. Endi 2026-yildan amalda endi e'tiborliroq bo'lib ishlanar ekan. Haqiqatan ham ishga kelmoqchi bo'lsangiz, raboda deb kelishinglar kerak bo'ladi. Ish beruvchi yoki ishlamoqchi bo'layotgan joyingiz, ya'ni uzoqroq bo'lsa, misol rasxod qilasiz va patentga, boshqa dokumentlarga rasxod qilib dokument tayyorlaysiz. Shuning uchun haqiqatan ham ishga bo'lsa raboda deb kelishni tavsiya qilaman. Частный go'sti kelmoqchi bo'layotganlar 90 kun, ya'ni 3 oy Moskvada bo'ladi. Rossiyaning qaysi shahrida bo'lishidan qat'iy nazar haqqinglar bo'ladi. Bemalol qonuniy yurib, o'zingizni ishlaringizni qilib, bemalol ketishga. Ya'ni demoqchi bo'lganim, shu 90 kun davomida qanaqadir ish topsangiz, rabota deb işte kirishni qilib kelaman ekan degan narsalar bo'lmaydi ekan. Shuning uchun konkretniy ish bo'lsa ish deb, yoki 3 oyga kelasizmi, 2 oyga kelasizmi, shunga qarab turib planda tuzib kelaverasizlar. Shunday gaplar akalarim. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Ya'ni Moskvada hozirda hammasi yaxshi, tinch. Hamma ishlar yuribdi. Ko'ngil to'q qilaverasizlar. Hojona, hojota inshaalloh tinchlik. Ya'ni har xil videolarda har xil vahimali gaplarga e'tibor bermaysizlar. Xudo xolasa farzandinglar, ya'ni akalarim bo'larmi, opalarim bo'larmi, Allohdan so'rab ishlashyapti. Duo qilib tursanglar bo'ldi, samig'ani. Shunday gaplar akalar, sizlar bilan har doim Hayot Ahmedov. Biz elda xizmatidamiz. Xudo maksimal darajada, maksimal darajada sizlarga yangiliklar yetkazib turamiz inshaalloh.